Chet elda to'ydan keyin yoshlar tark etib uyin, bir oy sayohat o'yin, asal oyi boshlanar. O'zbeklarda boshqacha, asal oyi bir kecha. So'ng har tong supur ko'cha, sahar oyi boshlanar. Bechora kelin kuyov tunda uchrashar bir rov. So'ng ko'ngil aynib darrov tashar oyi boshlanar. Bo'lishar ota ona 6 yilda tur bola. Maktabga yu bog'chaga chopar oyi boshlanar. Kerak ko'p pul topishi, uy qurib tom yopishi, kamlik qilib chopishi uchar oyi boshlanar. Qiz yetilgach uzatib, zeb ziynatla kuzatib, sandiqlarni bo'shatib, sochar oyi boshlanar. Kelin chiqsa beadab, ko'chaga tashiydi ekan. Xonadon sirini boplab, ochar oyi boshlanar. Bilguncha o'ngu chapni, tushuntirolmay gapni, yig'lab siqtab asabni buzar oyi boshlanar. U bolangda u g'alva, bu bolangda bu g'alva. Tinch o'tirish qayoqda, zahar oyi boshlanar. O'g'il qizning savdosi, bitmas ekan g'avg'osi, ketga tegib navdosi, kasal oyi boshlanar. Uylab, joylab, qutulib, tashvishlarga tutib